Dunyoda ro'y berayotgan so'nggi xabarlar bilan efirda xalqaro kundalik. Assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron yana o'zaro hujumlarni to'xtatishga kelishdi. Axios nashrining yozishicha, AQSh va Eron navbatdagi qurolli to'qnashuvlardan so'ng yana bir-biriga hujum qilmaslikka kelishib oldi. Tomonlar 30-iyun kuni Qatarda bo'lib o'tadigan muzokaralargacha harbiy harakatlardan tiyilishni rejalashtirmoqda. Nashr Washingtondagi manbasiga tayanib xabar berishicha, 30-iyun kuni Qatarda Hormuz bo'g'ozida erkin kema qatnovini tiklash masalasi bo'yicha uchrashuv o'tkazilishi rejalashtirilgan. Shu vaqtga qadar tomonlar o'zaro zarba bermaslik majburiyatini tasdiqlagan. Hozirda Hormuz bo'g'ozi qisman ochiq bo'lib, Eron dengiz kemalaridan harakat yo'nalishlarini mamlakat harbiy rahbariyati bilan kelishishni talab qilmoqda. Tehron hozircha g'arb davlatlariga bo'g'ozni to'liq minalardan tozalash uchun ruxsat bermagan. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotiga ko'ra, bu sababli kemalar akvatoriyada faqat ikkita tor yo'lak orqali harakatlanmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp bo'g'oz to'liq ochilganligini aytgan bo'lsa-da, u orqali amalga oshirilayotgan yuk tashish hajmi AQSh va Isroilning Eronga qarshi harbiy amaliyotlari boshlanishidan oldingi ko'rsatkichning yarmidan ham kamligicha qolmoqda. 26-27 kunlari rasman amal qilinayotgan sulhga qaramay, AQSh va Eron o'rtasida yana yirik hujumlar almashinuvi kuzatildi. AQSh Eron 2 kun davomida Hormuz bo'g'ozi orqali harakatlangan ikki tijorat kemasiga zarba berganidan so'ng mamlakatning sohil bo'yi harbiy obyektlariga hujum qildi. Tehron esa mazkur kemalar Islom inqilobi muhofizlari korpusi bilan kelishilgan yo'nalishdan chiqqanini ta'kidlab, Washingtonning harakatlarini Eronning bo'g'oz ustidan nazoratini susaytirishga qaratilgan urinish sifatida baholadi. Bunga javoban Eron, Kuvayt va Bahrayndagi AQSh harbiy bazalariga zarba berdi. Wall Street Journal ma'lumotiga ko'ra, Bahrayndagi harbiy obyekt jiddiy zarar ko'rgan. Rasman sulh rejimi 8-apreldan buyon amal qilib kelayotgan bo'lsa-da, shu vaqt ichida har ikki tomon uni bir necha bor buzgan. Hormuz bo'g'ozi Fors ko'rfazidan jahon bozorlariga neft yetkazib berishdagi eng muhim transport yo'laklaridan biri hisoblanadi. Shu bois bozor ishtirokchilari uning to'liq ochilishini uzoq vaqtdan beri kutmoqda. 17-iyun kuni AQSh va Eron o'zaro anglashuv memorandumini imzolaganini e'lon qilgach, neft narxlari pasayishni boshlagan. 24-iyun kuni Brent nefti bir barrel uchun $73.22 WTI nefti esa $69.87 gacha tushgan. Biroq tomonlar o'rtasidagi kelishuv hali yakuniy emas. Memorandum imzolanganidan keyingi 60 kun ichida Eron yadroviy dasturi, AQSh qo'shinlarini qo'shni davlatlardan chiqarish va Hormuz bo'g'ozi orqali o'tuvchi kemalardan to'lov undirish masalalari bo'yicha kelishuvga erishilishi kerak. Hozircha ushbu muzokaralar yuzasidan aniq natijalar haqida rasmiy ma'lumot berilmagan. Saudiyada vertolyot qulab tushdi. Saudiya Arabistonida vertolyot qulashi oqibatida mamlakatning 14 nafar fuqarosi halok bo'ldi. Fojia tafsilotlari o'rganilmoqda. Bu haqda Saudiya Arabistoni energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, Ras Tanura shahrida Saudiya Aramco milliy neft kompaniyasiga tegishli vertolyot halokatga uchragan. Bortda bo'lgan 14 kishining barchasi halok bo'lgan. Ularning hammasi Saudiya fuqarolari bo'lgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Ras Tanurada mintaqadagi eng yirik neftni qayta ishlash majmualaridan biri joylashgan. Shunga qaramay, mamlakat rasmiylari aviahalokatni AQSh hamda Isroilning Eron bilan ziddiyati fonida sanoat infratuzilmasiga uyushtirilgan ehtimoliy hujum bilan bog'lamagan. Qayd etilishicha, Saudiya Aramco tasarrufida 60 ta havo kemasi mavjud bo'lib, uning vertolyotlari butun mamlakat bo'ylab 300 dan ortiq vertodromlarga xizmat ko'rsatadi. Bu mintaqadagi eng yirik korporativ havo flotidan biridir. Venesuelada zilzila qurbonlari soni qariyb 1500 nafarga yetdi. Venesuelada hafta o'rtasida sodir bo'lgan ikki kuchli zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni qariyb 1500 nafarga yetdi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 24-iyun kuni yuz bergan ikki kuchli zilziladan eng ko'p zarar ko'rgan La Guaira shtatiga xorijiy qutqaruv guruhlari yetib borgan. Uzoq yillardan buyon siyosiy va iqtisodiy inqirozni boshdan kechirayotgan mamlakatda o'nlab binolar qum va vayronalarga aylanib ketgan. Vaqtinchalik prezident Delsi Rodriguez qutqaruv ishlari to'xtatilmasligini ma'lum qilgan. Delsi Rodriguez shuningdek binolarning yashash uchun yaroqliligini baholaydigan prezident komissiyasi tashkil etilganligini
bildirgan. Uning aytishicha, maktablarda darslar yana bir haftaga to'xtatilgan. La Guairada esa elektr ta'minotining 75% qayta tiklangan. Milliy assambleya prezidenti Jorge Rodrigesning ma'lum qilishicha, qurbonlar soni yana 20 nafarga oshib 1450 nafarga yetgan. Uning so'zlariga ko'ra, 3150 nafar kishi jarohat olgan. 12721 nafar aholi boshpanasiz qolgan. 774 ta bino esa qulab tushgan. Qayd etilishicha, xorijdan 2600 nafardan ziyod qutqaruvchi kelguniga qadar mahalliy aholi va ko'ngillilar bir necha kun davomida vayronalar orasidan tirik qolganlar va halok bo'lganlarni qidirgan. Ular og'ir texnikaning yetishmasligi hamda rasmiy xizmatlarning cheklangan ishtirokidan shikoyat qilgan. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, hafta oxiriga qadar kamida 33 nafar odam, jumladan bir nechta bola tirik holda qutqarilgan. Biroq 10 minglab odamlarning taqdiri hanuz noma'lum. Muxolifat qo'llab-quvvatlayotgan maxsus internet platformasida 28-iyun kuni qariyb 50 ming kishi bedarak yo'qolganlar ro'yxatida qayd etilgan. Bir kun avval bu ko'rsatkich 55 ming nafarni tashkil etgan. Fransiyada jazirama sabab qariyb 1000 kishi vafot etdi. Fransiyada rekord darajadagi issiq to'lqini oqibatida qariyb 1000 ta o'lim holati qayd etildi. Bu haqda France 24 xabar berdi. Fransiya jamoat salomatligi agentligiga ko'ra, joriy 24-iyundan buyon qayd etilgan o'limlar soni avvalgi oylar ko'rsatkichlariga nisbatan qariyb 1000 taga ko'paygan. Ushbu raqamlar dastlabki hisob-kitoblarga asoslangan bo'lib, yakuniy ma'lumotlarda qurbonlar soni bundan ham yuqori bo'lishi mumkinligi aytilgan. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, jazirama ko'proq keksalar, surunkali kasalliklarga chalinganlar va zaif qatlam vakillari uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. Qayd etilishicha, vafot etganlarning 85% 65 yosh va undan katta bo'lgan fuqarolar sanaladi. Eng ko'p o'lim holatlari qizil ogohlantirish e'lon qilingan hududlarda, xususan Parij va uning atrofini qamrab olgan Ile-de-France mintaqasida kuzatilgan. Shuningdek, o'limlarning katta qismi uy sharoitida sodir bo'lgani aytilmoqda. Agentlik bu holat yolg'iz yashovchi va ijtimoiy yakkalanib qolgan insonlarga ko'proq e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatishni ta'kidlagan. Ayniqsa yirik shaharlarda bunday fuqarolarni qo'llab-quvvatlash va ularga yordam ko'rsatish bo'yicha birdamlik choralarini kuchaytirishga chaqirilgan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Yevropa hozir dunyodagi eng tez isib borayotgan qit'a ekanini ta'kidlab, hukumatlarni aholini ekstremal issiqdan himoya qilish bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rishga chaqirgan. Uning so'zlariga ko'ra, bunday ob-havo hodisalari kelgusida yanada tez kuzatilishi mumkin. Ayol adashib 1 kilogramm oltinni chiqindiga tashlab yubordi. Turkiyalik ayol ichida oltin bo'lgan paketni chiqindi deb o'ylab, uni adashib chiqindiga tashlab yubordi. Hozirda tegishli xizmatlar video kuzatuv kameralaridagi yozuvlarni o'rganmoqda. Bu haqda IHA xabar berdi. Qayd etilishicha, Turkiyaning Bursa shahrida istiqomat qiluvchi ayol ichida 1 kilogramm oltin bo'lgan paketni adashib chiqindiga tashlab yuborgan. Ushbu oltinlarning qiymati 6,13 million turk lirasini, ya'ni 133 ming dollardan ortig'ini tashkil etadi. Oila o'zlariga uy sotib olish uchun ularni ko'p yillar davomida yig'ib kelgan. Voqea Bursa viloyatining Akchalar mahallasida sodir bo'lgan. Oltinlar yo'qolgani payqab qolingach, oila politsiya va mahalliy kommunal xizmatlarga murojaat qilgan va ular qimmatbaho buyumlarni qidirishni boshlagan. Uning so'zlariga ko'ra, chiqindi tashuvchi mashinalar axlatlarni olib ketishga ulgurganmi yoki paketni chiqindi tutuvchilardan birortasi olib ketganmi hozircha noma'lum. Uning qo'shimcha qilishicha, politsiya va kommunal xizmatlar xodimlari video kuzatuv kameralari yozuvlarini sinchiklab o'rganib chiqadi. Siz dunyoda ro'y bergan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 radiosini ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.